Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Bugun 2025-yilda jarima zarbasidan kiritilgan eng chiroyli top 15 ta golni ko'rib chiqamiz. Tayyor bo'lsangiz like va obuna tugmasini bosib qo'ying, men esa boshladim. 15-o'rin Alex Grimaldo, Bayer Leverkusen. 14-o'rin Sami Aouissa, Nick Nijmegen. 13-o'rin Christian Gunter, Freiburg. 12-o'rin Ashley Young, Everton. 11-o'rin Memphis Depay, Corinthians. 'O'nlikni Gettan Perin mana bu ajoyib goli bilan ochib beradi. To'qqizinchi-o'rin Estevao Williamsning Palmeiras tarkibidagi mana bu shedevr zarbasi. Sakkizinchi-o'rin Said Benrahman, Lyon. Benrahmanni oldindan jarima zarbalarida ajoyib gollarini ko'rganmiz. Mana bunisi esa shunchaki super. 7-o'rin Kopi Meiners, Juventus. 6-o'rin Shuto Machino, Holstein Kiel. Ajoyib gollar Yevropadan tashqarida ham albatta ko'p uriladi. 5-o'rin Enes Unal, Dortmund. Bu futbolchiga Yevropada katta baho berishgan, ammo biroz faoliyatida susayish kuzatildi. Ammo mana u kuchli beshlikda. 4-o'rin Emerson Palmieri, West Ham. 3-o'rinni Michel Grigorichning mana bu ajoyib zarbasi egalladi. 2-o'rin Declan Rice, Arsenal. Realga qarshi o'yinda Beckham bo'lib ketgan Rice bir o'yinning o'zida ikkita fantastik jarima zarbasini ijro etdi. 1-o'rinni ham Declanga bermasak bo'lmasdi. Albatta chiroyli jarima zarbalari ko'p. Sizningcha yana kimning golni roligimizga kiritsa bo'lardi? Kommentariyada yozib qoldiring.